Assalomu alaykum. Ovush Market YouTube kanal kuzatuvchilari, mana kanalimizga asosiy bo'limiga video joylaganimizga ancha bo'lgan ekan. Mana savdo jarayonida mana yangi videolarni boshlab oldik. Shaftollarimiz 10 ming so'mdan yangi qo'rg'onniki bo'ladi. Tukligi tuksizi bo'ladi. Kartoshka yangi qo'rg'on. Maydasi 3 ming so'm. Yeriga 5 ming, qopga 4 ming beribdi. Pomidorlar trendda, pomidorlar 10 mingdan kilosi. O'zi kamligidan bilsangiz ham bo'ladi. Piyozlar 10 mingga, chuklar 4 ming. Bolgarskiy bor. Bolgarskiylar 7 mingdan kilosi. Baqlajonlar 5 ming, karamlar bor. Bodringlar bor, pomidorlar bor. Oziq-ovqat, ro'zg'or uchun kerakli asosiy birinchi o'rinda kerak bo'ladigan narsalar bor. Mana kelaverasizlar. Do'konimiz manzilini yana bir tushuntirib o'tamiz. Namangan shahar Chorsudan chiqib kelaverish, Chortoq ko'prigidan o'tgandan keyingi ikkinchi ovush. Bu tomonimiz Yangi Qo'rg'ondan tushib kelaverish, Gagarin svetofordan o'tgandan keyin chap qo'lda. Do'konimizga kelib, sifatli mahsulotlardan ulgurji narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Barchangiz do'konimizda kutib qolamiz. Savollar uchun kommentariy ochiq, fikrlaringizni izohlarda qoldiring.